Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa, Qurultayning oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultayning Yevropa parlamentidagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili va Qurultay Bruksel ishxonasining direktori Koinstup, Qurultayning Daniya vakili Abduxalil Apandilardan tashkil topgan Qurultay hay'atining 16 mart boshlatgan 2 kunlik Daniya ziyorati muvaffaqiyatli oxirlashdi. 17 mart kuni Daniya parlament a'zolari va ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan uchrashuv ilib borgan Qurultay hay'ati Daniya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullashni talab qildi. Daniya parlamentidagi ko'rishish jarayonida Dolqun Aysa apandi boshchiligidagi Qurultay hay'ati Daniya parlament a'zolariga Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasi chiqargan qarorni taqdim qilish bilan birga navbatda Sharq Turkistondagi vaziyatda hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini, yana 3 milliondan ortiq odamning jazo lagerlarida turayotganligini, majburiy emgakka selinayotganligini, 1 million atrofida bolaning oilalaridan ayirib etilganligini, ayollarning tug'mas qilinayotganligini, 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qabul qilingan irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasining Xitoy hukumati tomonidan og'ir darajada dafsanda qilinayotganligini, shunga Uyg'ur sud kollegiyasi 18 oylik tekshirish natijasida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida qonuniy asoslar bo'yicha hukm chiqarganligini, shu sababdan xalqaro ahdnomaga imzo qo'ygan davlatlarning buni to'xtatish majburiyati borligini eskartib o'tish bilan birga Daniyaning Yevropa ittifoqiga a'zo davlat va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muhim rol o'ynayotgan bir davlat bo'lish sifati bilan bu majburiyatlarni o'rindish kerakligini, shunga oldi bilan Daniya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi kerakligini talab qilishdi. Undan boshqa Dolqun Aysa apandiyani Daniya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurish taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Daniya parlamentidagi uchrashuv jarayonida ikki taraf oldimizga kunlarda lager shohidlarini va mutaxassislarni taklif qilib, Daniya parlamentida guvohlik berish yig'inlarini o'tkazish haqida birdek fikrga kelishdi. 17 mart kuni Daniya parlamentidagi uchrashuvdan keyin parlament binosi oldida stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa apandim bu haqda qisqacha ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Biz hozir mana Daniya parlamentisining oldidan yurtdoshlarga bir qancha so'z qilmoqchi. Bizning Dunyo qurultayining bir guruh hay'ati 2 kundan buyon Daniyada poytaxti Kopenhagenda bo'lgan ziyoratimizni hozir oxirlashtirib qaytish oldida turyapmiz. Bu yerda 5 kishilik bir hay'at 2 kundan buyon faoliyat yapadi. Men bizning bosh maslahatchimiz Rishad Abbas doktor, programma müdürümüz Zumratay Hanım, bizim Daniya'daki Dünya Qurultayining vekili Abduxalil ve Avrupa İttifakı'ndaki vekilimiz Ko'rin. 2 gündür bu yan bu Daniya'nın Tashqi ishlar ministerligidagi yuqori darajadagi xodimlar bilan uchrashuv yapmadik. Daniya hukumatidan Sharq Turkiston xalqining Uyg'ur xalqining bizim kutgan umidlarimiz bo'lib hozir epirayotgan Xitoy hukumatining Sharq Turkiston bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bu davlatning qilish tegishli mas'uliyatlarini xotirlatish, hozirgi vaziyat haqida doklad berish va bularni amaliy bir harakat qilib berishga safarbar qilish maqsadida yapılan faaliyetimiz yaxshi o'tdi. Bugun bu yerda Daniya parlament a'zolari bilan siyosiy partiyaning rahbarlari bilan uchrashishimiz bo'ldi. Ularga bo'lgan talablarimizni o'tirib qo'ydik. Daniya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'lishi zaruriyatini bo'lgan orzularimizni o'tirib qo'ydik. Bu yerda bir Uyg'ur do'stlik guruhini qurish masalasini o'tirib qo'ydik. Gayet yaxshi suhbatlar bo'ldi. Bundan boshqa 2 kunlik ziyoratimiz jarayonida xalqaro kechirim tashkiloti Amnesty International bilan xodimlaridan suhbatimiz bo'ldi va bu yerdagi Daniya matbuotining qisqashni zo'r bo'ldi. Bir qancha matbuotlar bilan, gazetlar bilan yaxshi suhbatlarimiz bo'ldi. Shunday qilib Daniyadagi safarimizni muvaffaqiyatli bir safar deyishga bo'ladi. Bu safarimiz oxirlashdi. Biz bugun bir qismimiz Brükselga, bir qismimiz Amerikaga, bir qismimiz Germaniyaga qaytmoqchi. Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti 15 mart kuni mustabidlikka qarshi turish, Amerika qo'llanishga tegishli tadbirlar va inkoslar temasida bir isbot anglash yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning muhimligi demokratiyaning mustabidlikka qarshi ko'rishining bir qismi sifatida alohida tilga ilingan. Yig'in Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi senator Bob Menendez va komitetning oz sonliqlar raisi senator Jim Rich apandilarning riyosatchiligida ochilgan.
Cemeriç әпәнді yığında so'zlagan kirish so'zida Rossiya va Xitoyning dunyoga keltirayotgan xavfini alohida ta'kidlagan. U mundaq degan: "Har bir Amerikalik televizorni echibla mustabidlikning kuchayotganligini ko'ralaydi. Putinning Ukrainaga qarshi ip berayotgan urushidan tortib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi va yuqori texnikalik bostirishlargacha biz bu mustabid hokimiyatlarning farqliq, mustaqil fikrlarni ujuqtirish, erkin va ochiq demokratik jamiyatlarni buzish uchun tinimsiz harakat qilayotganligini ko'rib turmoqdamiz." U yana mundaq deb eskartgan: Rossiya bilan Xitoy mustabidlikning eng qabih ulgusi bo'lsa-mu, Iran, Venezuela, Shimoliy Koreya va Zimbabvemi bu qad ko'tarishning dunyoviy xarakterini namoyon qildi. Aniqki, Amerika va ittifoqdoshlarimiz bu hokimiyatlarga qarshi tadbirlarimizni kuchaytirishimiz kerak. U buningda Xitoy kompartiyasining soxta uchur tarqitish, singib kirish harakatlarini, davlat halqigan bostirish harakati, Amerika fuqarolariga tahdid silishi, chet el axborotlarga hujum qilishi, Amerika universitetlaridagi fikr erkinligini cheklashga urinishlik bir qator masalalarni alohida tilga ilib, Amerikaning buningga taqobil turish iqtidorini yanglishi va kuchaytirishi kerakligini bildirgan. Mustabidlikka qarshi turish, Amerika qo'llanishga tegishli tadbirlar va inkoslar nomli bu isbot anglash yig'inida 4 kishi guvohlik berishga taklif qilingan bo'lib, ular Amerika Tashqi ishlar ministrligining fuqarolar bexatarligi, demokratiya va kishilik huquq ishlariga mas'ul muavin ministri Uzra Ziya xonim, Amerika Tashqi ishlar ministrligining ommaviy diplomatiya va ommaviy ishlarga mas'ul yuqori darajalik amaldori Jennifer Xalkotfrey xonim, Atlantik jurnali yozuvchisi Anni Almabov xonim va Xalqaro Jumhuriyat institutining raisi doktor Daniel Tivining qatorliqlardan iborat. Uzra Ziya xonim so'zida dunyoning har qaysi joylarida navbatda iqtisodning nacharlashishi, barobarsizlikning kuchayishi va yaqinqi koronavirus yuqumidagi omillarning demokratik hukumatlar va jamiyatlarga bo'lgan tahdidini kuchaytirayotganligini, dunyo nüfusining taxminan 40%ning erkin emas deb turga ayrilgan davlatlarda yashaydiganligini va buning bir hal qiluvchi xiris ekanligini bildirgan. U so'zining davomida yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoy paydo qilayotgan xiris haqida aniq ko'z qarashga ega ekanligini ta'kidlab, Xitoy hukumati mustabid hokimiyatini kuchaytirish va xalqaro besimdan qutulish uchun dunyoning qoidasini qaytadan bekitishga urinyapti. Xitoy Xinjiangda davomli irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyapti degan. Uzra xonim yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining davomli sherik davlatlar bilan hamkorligini kuchaytirib, Xitoyning davlat halqigan besimiga, majburiy emgak qo'llanishiga qarshi turadiganligini, Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi turish qonunini yo'lga qo'ydiganligini va mushu xildagi qonunlarning boshqa sherik davlatlarda ma'qullanishi uchun harakat qiladiganligini bayon qilgan. Oraqadan Amerika Tashqi ishlar ministrligining ommaviy diplomatiya va ommaviy ishlarga mas'ul yuqori darajalik amaldori Jennifer Xalkotfrey xonim so'z qilgan. U so'zda Amerika Tashqi ishlar ministrligi xalqaro aloqa markazi xizmatining muhim nishonining soxta va burmalangan uchur va ta'tir tashviqotga qarshi kurash qilishligini, Rossiya, Xitoy va Iran qatorliq davlatlar tarqatayotgan soxta uchurlarning salbiy ta'siri intayin zo'r bo'lg'achqa, o'zlarining ham buningga taqobil turadigan ham Amerika haqidagi to'g'ri ko'z qarashlarni ilgari suradigan uchurlar bilan ta'minlashning muhimligini aytgan. U bu so'zga misol berganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilishi va yolg'on uchurga qarshi Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida maxsus suhbat tasdiqib dunyoni to'g'ri uchur bilan ta'minlaganligini tilga olgan. Atlantik jurnali yozuvchisi Anni Almabov xonim mustabid hokimiyatlarning tijoratdagi hamkorligi, pul muomala sistemasi va soxta uchurlarni bir-biriga hamkorlashib tarqatish qatorliq ko'p taraflilik va murakkablik hamkorligiga zarba berishning hal qilish ahamiyati haqida muhim so'z qildi va bir qism taklif fikrlarni berdi. Uning takliflarining ichidagi biri Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqunni, ya'ni jazo lagerlarini tunji bo'lib aniqlab chiqqan Erkin Osiyo radiosini qo'llash taklifi edi. U so'zida Erkin Osiyo radiosi garchi Xitoy va dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy diasporasiga erishishlik mumkinchiligi ega bo'lsa-mu, biroq u Erkin Yevropa radiosi ilayotgan mablag'ning 3dan 1 qismichilik mablag'ga erishyapti. Erkin Osiyo radiosi ko'lami kichik bo'lsa-mu, Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutqunni bayqagan tunji axborot tashkiloti. U ham Xitoyning koronavirus yuqumini yushirganligini tunji bo'lib xabar qilgan. Biz Erkin Osiyo radiosi orqali Xitoyning bir yo'l bir balvo qurilishining tashviqotiga qarshi turishimiz kerak deb taklif bergan. Amerika adliya tarmoqlari 5 kishini Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining buyrug'i bilan harakat qilish, Amerikada josuslik qilish, parakandichilik tug'dirish va iz qo'g'lash harakatlari bilan shug'ullanish jinoyatlari bilan ayblagan. Navbatda ularning 3 nafari qo'lga ilingan. Amerika adliya ministrligi tarqatgan bu vaqtdagi dokladda yuqorgi Xitoy josuslarining Amerikaning Nyu-York va boshqa joylaridagi Xitoy kommunist hukumatiga qarshi deb bilingan o'qituvchi Xitoylar, Hong Kongliklar va hatto Uyg'ur hamtibatlar ustidan josuslik qilganligi va qilishga uringanligi bayon qilingan. Bu 5 kishi 59 yoshlik Lin Chiming, 73 yoshlik Wang Shujun, 62 yoshlik Liu Fan, 49 yoshlik Matto Ziborus va 40 yoshlik Xitoy fuqarosi bo'lgan Sun Kuyan qatorliqlar ekan. Ular haqida tayyorlangan ayrim 3 aybnomaga asoslanganda, bu kishilar Amerikaning Nyu-York shahridagi va boshqa shtatlardagi Xitoy kompartiyasiga qarshi yoki Xitoy hukumati yaxshi ko'rmaydigan Xitoy o'qituvchilar, Uyg'urlar, Tibet va Hong Kongliklarni ta'qib qilish, uchur to'plash, Xitoyning jixiy tarmoqlariga uchur yetkazish, batnom chaplash, parakandichilik silish va hatto suiqasd planlashda qilmishlar bilan shug'ullangan. Sud mahkamasining hujjatiga qaraganda javobgarlar Xitoy Xalq Jumhuriyatida demokratiyani barpo qilishni tashabbus qiluvchilarni yoki Xitoy yaxshi ko'rmaydigan shaxslarni nishonlab, Xitoyning davlat halqigan bostirish planini yo'lga qo'yishga moslashgan.
Bu planlarning birida ular 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbari bo'lgan, keyin Amerikaga kelib o'rinlashgan bir Xitoy o'qituvchining Amerika Avom palata a'zoligiga nomzodligi bo'lish faoliyatlarini buzishga va saylamga aralashishga uringan. Bu planlarning yana birida javobgarlardan uchun Los Anjelesda o'ltirishliq bir Xitoy o'qituvchi rassomning asarlarini yo'qotishni planlagan hamda rassomning xizmat o'rni va mashinasiga kuzatish apparati o'rnatgan. 73 yoshlik Wang Shujin bo'lsa uzun yil Nyu-Yorkda yashagan bo'lib, demokratcha qiyofadagi kirib kishilarning ishonchiga erishgan. U buningdan foydalanib turgan o'qituvchilar bilan aloqa qilib, ularning o'y-xayollari, faoliyatlari va hatto faoliyatlarda so'zlamoqchi bo'lgan nutqi qatorliq uchurlarga erishgan. Uni Xitoy Jixi ministrligi xodimlariga yo'llab bergan. U yana Uyg'ur, Tibet va Mong'ollarni ta'qib qilgan. U aloqa qilgan bir Hong Konglik faoliyatchi Hong Kongga qaytgandan keyin Xitoy tarafidan qo'lga ilingan. Amerika Adliya ministrligi davlat xavfsizligi bo'limining bosh taftish yordamchisi Matthew Olson bu vaqtda qilgan so'zida mundaq degan. Xitoyning davlat halqagan bostirish plani Amerika va dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga ziyon soladi. Ular Amerikaning asosiy qimmat qarashiga zid. Biz Amerika qonuniga xilof bundaq harakatlarga yo'l qo'ymaymiz. Adliya ministrligi Amerikaliklarning va Amerikada yashash, ishlash va o'qishga kelganlarning huquqini qo'g'daydi. Biz har qanday bir chet el hukumatining so'z erkinligimizga to'sqinlik qilishiga, qonunlarimizning qo'g'dilishini rad qilishiga, shaxslarning bexatarligiga yoki oilasining bexatarligiga tahdid solishiga yo'l qo'ymaymiz. Amerika Federatsiya xabarlash komiteti Xitoy igidorchiligidagi yana 2 telegraf xabarlash shirkatining Amerika bozorida tijorat qilishini cheklagan. Reuters agentligining xabar qilishicha 16-mart chorshanba kuni bu organ Xitoyning Tinch okean tori va uning igidorchiligidagi tarmoq shirkati bo'lgan komitetining Amerikadagi kishilarni davlat ichi va xalqaro mulozimat bilan ta'minlashini cheklagan. Bu harakat Amerika Federatsiya xabarlash komitetining Xitoyning Amerika aloqa toridagi yoshirin josuslikdan saqlanish uchun qo'llangan bir yurish harakatlarining eng yengisi bo'lib hisoblanadi ekan. Ilgari Xitoyning Liantong deb ataladigan birlashma xabarlash shirkati va shundaqli Xitoy Telegraf va Amerika shirkatini cheklagan edi. Bundan boshqa Amerikaning Huawei va Zhongxin qatorliq shirkatlarining uskunlarini cheklagan. Amerika Federatsiya xabarlash komitetining raisi Jessica Rosenworcel bu harakatlarning Amerikada tor va uchur aloqa bexatarligiga kafolatlik qilishni maqsad qilganligini bildirgan. Holbuki Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian buni ayblab, Amerika Xitoy shirkatlarining huquqini dafsanda qildi. Bu xalqaro savdo qoidalariga xilof deb jar solgan. Xitoyning xabarlash shirkatlari va ularning uskunlarining Amerika davlat bexatarligiga tahdid etganligi 2018-yili bir qism Amerika davlat majlisi a'zolari tomonidan o'tirg'i qo'yilgan edi. Bu Amerika davlat organlarining Xitoyning Huawei shirkati va Zhongxin shirkati ishlab chiqargan telefon va boshqa uskunlarni ishlatishdan cheklash haqidagi bir qonun loyihasi e'lon qilingandan keyin Huawei qatorliq Xitoy shirkatlarining davlat bexatarligiga paydo qiladigan xavfi haqida munozaralar kuchaygan va natijada bu shirkatlar cheklangan edi. Dadisi Amerikalik diplomat, apsa Xitoy millatidan bo'lgan yozuvchi Teresa Buzagi xonim Xitoyning madaniyat zo'r inqilobi mezgilida Sharq Turkistonning janubidagi Byongtan 3-diviziyasida o'tgan yoshlik hayoti haqida maxsus kitob yozib zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Teresa xonim yaqinda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining maxsus ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini zaminni besivlashlar emas, balki madaniyat jihatdan tajovuzchilik qilib etnik yo'qotish siyosatidir deb atadi. U mundaq dedi: Xitoyning siyosati intayin ig'ir bo'lgan tajovuzchilik xarakterini olgan. Bu xil siyosat muqarrar holda madaniyat tajovuzchiligi, boyliqlarni bulang-talang qilish siyosatidir. Tarixdan buyon u yerda tinch yashab kelayotgan Uyg'urlarning Xitoyning ularni o'zgartirishga hech ehtiyoji yo'qdir. Holbuki Xitoy o'zi ta'kidlayotgan ilgirki Xitoy sulolalarining, ya'ni o'tir tuzlanishga Xitoy hukmronlarining Xinjiang deb atavagan bu zaminda hech qanday so'z haqqi yo'q edi. Ular bu joydagi hech qanday narsaga igdorchilik qilmagan edi. Teresa xonimning ta'kidlashicha Xitoy raisi Xi Jinping navbatda yo'lga qo'yayotgan Junxua millati o'rtaq gavdasi. Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish nomidagi siyosatlarning haqiqiy maqsadi Uyg'urlarni dinsizlashtirish va xitoylashtirib yo'qotish siyosati ekan. Teresa xonim Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy xitoylashtirish va dinsizlashtirish siyosatining tarixiy orqa ko'rinishi haqida to'xtalib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, kommunist Xitoy hukumati o'tgan asrning 50-yillarida Byongtanni barpo qilgandan buyon Sharq Turkistonga yerlashtirgan Xitoy askarlari va 60-70-yillarda avjiga chiqqan ziyoli yoshlar nomidagi Xitoy ko'chmanlarining intayin oz bir qismi keyinchi Xitoy o'lkalariga qaytib ketgan bo'lsa-mu, ammo ularning zo'r ko'p qismi Sharq Turkistonda mangulik yerlashib qolgan. Ular Sharq Turkistondagi bugungi Xitoy ko'chmanlarining asosiy gavdasiga aylangan. Teresa xonim ayni yillar Byongtan rayonida o'z ko'z bilan ko'rgan Uyg'urlarning til, diniy e'tiqod, madaniyat, ma'rif jihatda Xitoy ko'chmanlaridan butunlay farq qiladigan quyuq milliy alohidalikka ega bir millat ekanligini eskartib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, ayni chog'da Xitoy hukumati tomonidan Byongtanga mangulik yerlashtirilgan Xitoy ko'chmanlari va keyingi yillarda uzluksiz yetkazib kelinayotgan Xitoy ko'chmanlarining eshi rayondagi Uyg'ur nopusini bag'ancha shalonglashtirib bo'lgan. Bo'libmi keyingi yillarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni diniy e'tiqod, til va madaniyat jihatlarda xitoylashtirib, eritib tugutish siyosatining ijro qilinishida muhim strategiyalik rol o'ynagan. Teresa xonim Xitoy hukumatining navbatda Sharq Turkistonda yurgizayotgan bu xil majburiy dinsizlashtirish va xitoylashtirish siyosatining Xitoyning xuddi sobiq Sovet ittifoqining yemirilishidek bir halokatli oqibatga boshlab bordiganligini ta'kidladi. Teresa xonim mundaq dedi: Xitoy kommunist hukumatidan iborat bu mustabid hokimiyatni Uyg'urlarning Sharq Turkistonda yashagan va davr surgan uzoq tarixiga selishtirganda to'liq qisqadir.
Şoڭa mening qarashimcha Xitoy hukumatining navbatda rayonda yurgizayotgan zo'r ko'lamli xitoylashtirish siyosati omon halokatga yuzlanadi. Mayli Sharqi Turkiston bo'lsin, Tibet bo'lsin, Tayvan yoki ishki Mo'ng'ul bo'lsin, ularning hech qaysi Xitoyga tava emas. Hatto azaldan Xitoyga va Xitoy xalqiga mansub bo'lib boqmagan. Bu ahvol hamon o'zgaradi. Ilgarigi Sovet ittifoqi shundoq cho'ng bir darajadan tashqari davlat edi. Hozir faqat Rossiyalar qoldi. Qolgan jumhuriyatlarning hammasi mustaqil bo'lib ketdi. Hozir Putinning Ukrainaga qilgan hujumini Beijingdan boshqa butun dunyo davlatlari ayblab Bu urush cho'qimki Rossiyaning mag'lubiyati bilan oyoqlashadi. Ukraina g'alaba qiladi. Uyg'urlarning kelgusida o'zining erkinligiga erishadi. Ular o'zlarining tinch, xotirjam hayotiga qaytadi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.